Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik dünyanın her qaysı çaydık qarindaşlarım. Bugün biz birlikte ügünüp kelgen şu mesuliyet iktidarını besip şudu degan qo'limdagi sizlar ko'rgan mana kitapni birlikte ders qilib boshlaymiz, davom qilamiz qadrli qarindoshlar. Biz bugün 6. bab bahanelerini red qilib baturluq bilan mas'ul bo'lish degan babken aşu babdaki mezmunlarını birlikte ügünüp çıkımız canım dostlarım. Avazım kemme tamdır mı? Kanı bir. Tamam. Avazım yaxshi chiqib etibdi, qadrli qarindoshlar. Bugün menden bir yangilik var. Şu Japonca öğrengen 20 yıl burun. Aldığım yılısı Japonca imtihan berip, xalqaro seviye imtihanı 2. dereceni ötken. Hem de şu 1. derece imtihanı beriş üçün bugün Taksim'de bir kurs var. Şe'ge tizimlangan. Şu dersim saat 3:20'de başladı. Şonlaşqa bugün biraz apar topar pala dersine birlikte ügünümüz. Şonlaşqa biraz baldı istikrar okup sağsam bazı yerde hata gitip kalsam köçürgeysizler. Dersimizde başlayalım. Bismillah. Da olsa bu kolumuzdaki bu kitaplarını sizler mesuliyet iktidarını besip şudur degan bu kitapni erkanda bir İstanbul'da kitapxonalar kiysanlar tapalayışlar canım dostlar. Bunu köpeytişki bəydik. Kitapxonalarga selindi. Aşağıdan setip alsanlar, yoki bo'lmasa PDF'ini keyin menden so'rasanlar ivetip bersem bo'ladi. Bahanelarni red qilib, baturluq bilan mas'ul bo'lish. Kesip meydanı azrak mesuliyetsizlikni mo sığdıralmaydı. Kol Çavni poyuzun ahırki vagonunun turumuz hadimiydi. O çiçen Kol Çavni poyuzun ahırki vagonunun turumuz hadimiydi. O çiçen mulayim bulup külümserepli yürüdüğün boğaçqa yolcularının karşı elişiğe erişti. Bir günü keçte mezgil sizler cudun çapkın kütürülüp poyuz keçikip kaldı. Kol bu buran çapkınның onu soğuk kılış keçiside işleşke sağgallık. Onu soğuk kış keçiside işleşke sağgallık edin ağrındı. O bu keçideki işleştiğin kandak amal bilen kutuluş doğruluk oylanıvatkanda başka vagondaki poyuz başlığı bilen injiner bu buran çapkundun hoşşar bulup kaldı. Bu vakitte iki istansı aralıkta kitabatkan başka bir poyuzun motorunun par sandıkının kapkısını buran uçurup gidip poyuz vakitlik toktap kalgan idi. Yine başka bir tez süratlik poyuz mu yolunu özgertişki mecbur bolgan bulup bir neçe minuttan keyinla muşu relis bilen yetip keletdi. Poyuz başlığı tizlik bilen yugurip gelip kolunu kızıl çırağını elip arka vagonga berişke buyurdu. Kol köngüde arka vagonda bir injiner bilen yardımcı turmuz hadimi bargı dep oylap külüp durup poyuz başlığıga ciddileşmen arka vagonga karavatkan adamlar bar. Men paltoyumni elbette baray dedi. Poyuz başlığı keskin çıray bilen. Bir minut saklaşkımı bombaydı. Arkadan kilovatkan poyuz hazırla yitip kilidu dedi onunla. Makul dedi kol külümseler. Poyuz başlığı onun cevabını anlap bulup aldırıp tinep poyuzdan
oldidagi motor uyiga qarab yugurib ketdi. Ammo Kol darhol minib ketmadi. O arqa vagonda bir injener bilan bir yordamchi tormoz xodimi bu xizmatni qilyapsa, o'zimning qattiq sovuq va xatarga qaramay, u yerga undoq tiz berishimning nima hojati bor deb qaradi. O to'xtab bir necha yutum haraq ichib isinib oldi. Andin pushtikini chalg'inicha oldirmay, tinimay arqa vagonga qarab mangdi. O arqa vagonga 10 necha metr aralıq qolgan joyga kelganda, injener bilan yordamchi tormoz xodimining arqa vagonning ichida yo'qligini bayqidi. Ularni poyezd boshlig'i boshqa bir ishni betaraf qilish uchun oldidagi vagonga yo'tkab ketgan edi. O sur'atini tezlatib oldiga qarab yugurdi. Ammo kechikkan edi. O qo'rqinchli paytda tez sur'atlik poyezdning parovozi Kol turayotgan poyezdga kelib so'qilgan, yaralangan yo'lovchilarning chirqirashlari bilan chiqib ketgan parning vijildashlari aralashib ketgan edi. Keyin kishilar Kolni izlaganda u yo'qolib ketgan edi. Ikkinchi kuni uni bir ochliq vagondan tepishdi. O sarang bo'lib qolgan edi. O bekordan bekorg'ila, "Ah, men unda qilmagan bo'lsam" deb varqiraydi. O uyga apirib qo'yildi. Keyin yana ruh kasalliklar doktorxonasiga akirib qo'yildi. Mas'uliyat cho'ng kichik deb ayrilmaydi. Azroqni mas'uliyatsizlik mashina vayron bo'lib, odam o'lishdek fojialik oqibat keltirib chiqardi. Har qanday odamning xizmatdagi azroqni mas'uliyatsizligi butun shirkatni zo'r ziyonga uchirtadi. Bu ziyon texmi cho'ng bo'lishi mumkin. Hükümet onun teklifini anlap, yer yanıqı teriş üçün xuşallık bilen 60 milyon Amerika doları meblağ selip, o yerdeki Afrika çatkallıqıdan 13 milyon gektar yer almakçı boldu. Ama engellikler nereden bilsin? O yerdeki çatkallar nait qattiq bulup, zor köpçülük boz yer iç eslihaleri ularga tegmeyla buzulattı. Nahaydı zor ecir bedeliga burunqi planning 10dan biriga teng kelgudekla ko'lamda yer ichildi. Angililiklar u yerdagi bir xil yova o'tni yo'qotdi. U o'tning tuproqdagi ozuqliq tarkibini saqlaydigan o't ekanligini, yer uningdan mahrum qolsa, ekologiyalik tangpongliqning buzildiganligini keyin andin bildi. Yer yanqining uruqi salla kichikib terilsa, yalang'ochlanib qolgan tuproqni shamol ushirib ketadi yoki uni qiziq kun ko'ydirib ozuqliq tarkibidan mahrum qiladi. Aslida bu yangi ochilgan yerdan yiliga 600 ming tonna yer yangi elish planlangan edi. Ammo aralla 9 ming tonna olg'ili bo'ldi. Kishilar ahvolning yaxshi emasligini ko'rib, o yerga purchoq, tamaka, kivaz, aptap pres qatorliqlarni o'zgartirib terdi. Ammo u ko'ndirilgan Afrika yerida bu ekinlarning birmi yiltiz tartib ketolmadi. Angliya hukumati 1964-yili bu planni to'xtatdi. 80 milyon dollardan ko'proq ziyon tortdi. Har bir tal yer yanqining tannarxi $1 to'xtadi. Tayyorlik xizmatidagi beparvolik uchun Angliya hukumati og'ir bedel to'ladi. Tugmini deb tugidan quruq qopdi degandek ish bo'ldi. Inchki halqalarga kuch sarf qilishni o'rganib olish bir odamning mas'uliyatchanligining eng yaxshi ifodalanishi bo'ladi. Mas'uliyatni ching turish o'zi mansub bo'lgan kollektivga nisbatan puxtalik va sodiqlik bo'ladi. Mas'uliyatni ching turish o'zi mansub bo'lgan kollektivga nisbatan puxtalik va sodiqlik bo'ladi. Shundaqla u yana mas'uliyatga nisbatan bir xil inovat. Bo'libmi bir kollektiv ishida mas'uliyatga bo'lgan samimiylik va ishonch kamchil bo'lsa, bu o'z mas'uliyatiga nisbatan bo'lgan bir xil bo'shanglik bo'lib qolmasdan, balki
pütkül etretke kılıngan mesuliyetsizlikmi buludu. Her kandak bir etretinin azasının mesuliyeti çin turuştak mecburiyeti var. Bu bir etret azası nispeten tüp ölçem. Şundaklı bir adamın en akalli ahlakının mu tüp ölçümü buludu. Bunun bilen bütün etret menfaatinin ziyanga uçurmasıga hakiki kapaletli kılgılı bulupla kalmasın. Etretinin her bir azasının mu menfaatiga hakiki kapaletli kılgılı buludu. Hazırki zaman şirketleri arasındaki rekabet barğansıra keskinleşmekte. Hizmetçilerin her kandak bipervalığı bütün şirketini gayet zor ziyanga uçurtuşu mümkün. Şoňlaşqa şirketki rehberlik kılgıçılar hizmetçilerinin mesuliyetçanlık hissiyatını terbiyeleşke nihayeti itibar berişi lazım. Nispeten güçlük mesuliyetçanlık tuygusu igi boğan hizmetçiler rehberlik kılgıçının işençigi erişip kalmasdan özünü kesipte muvaffakiyetke elip bardıgan yolunun puxta karakter asasını mı turguzalaydı. Mesuliyetli çın turgandala hemme işlerini yaxşı kılgılı buludu. Mundaq bir akıl sınaş sualını hem meylem bilidu. Derekte 10 tane kuş var idi. Ovçu ok çıkarıp bir tanesini etip düşürdü. Derekt yine kaç tanesi kaldı? Elbette derekte bir tane kuş kalmaydı. Bu hikayeni şirketi tatbik kılsak del aşındak bulmamdı. Bir hizmetçinin mesuliyetsizliği xeridarlarının bu şirketinin hemme hizmetçilerinin mülazimetiki boğan gumanını kozgaydı. Bu bir hizmetçinin mesuliyetsizliğinin şirketinin bir türküm hizmetçilerine tesir körüsüdüğünlüğünden ilgiligen halda şirketinin xeridarlar topağa tesir kıldığınlığıdan direkt birdi. Bu 10'dan birini alsa nol kalıdı diyen prensipten üzüşü. Oylap göreyli ki mesuliyet duygusu kemçil boğan bir hizmetçi xeridarlara kandakma a'la mülazimet kılalaydı. Şirketinin yaxşı obrazını kandakma turguzalaydı. Şirketdeki bireylerinin mesuliyet duygusu kemçil bolsa bunun tesir körüsüdüğünü onun üzülü bulmaydı, belki bütün şirket buludu. Mana bu nurgun şirketlerinin nimi üçün mesuliyetini hizmetçilerinin kündülük hayatıga sığdırıp etdiğinliğinin sebebi. Eğer bir hizmetçi mesuliyetinin üzüge hatta bütün şirketke boğan mühimliğini his kılıp yetelmese o bu şirkette hizmet kılış salayetini yo'qotgan buludu. Çünkü hizmetçinin mesuliyetsizliği bütün şirketinin obrazını ziyanga uçurdudu. Ma'lum devlet halkıgan şirketinin baş müdürü dağlık bir mektepni yengil tügetken bir yaşını etibarlap işletişini oylap onu avval Avrupaga 2 yıl terbiyelenişke evetip qaytip kelgenden keyin onu muhim işe koymakçı boluptu. Sebebi bu yaş kesip cihetki bilimlerini naiti pişik ilgiligen bulup hizmette alaylı tirişcan iken. Kişilerge muamele kılış cihettim edeplik, hürmetcan iken. Baş müdür onun nihayeti istikballık buluduğanlıkını his kılıp biz ümit kılgan ihtisas ilgisi iken dep oylap onu chet elge terbiyelenişke evetiş kararı kelgen iken. Ama onu terbiyelenişke evetişten bir qancha gün burun baş müdür tasadibi bu hizmetçinin keynede menip kılıp onun yolunun ot turusida yatkan kereksiz qog'ozni bir chetga tepiyotganligini onu terip elip ahlat sanduqiga tashlamaganligini ko'rib qopti. Bu qo'lini ishga solsa bo'ladigan ish edi. Keyin baş müdür o da bir necha kun bu hizmetçinin iş hareketleriga atay diqqat qilib bu hizmetçinin tushlik tomoqdan keyin ishitib bo'lgan qochquchilarini belgilagan o'ringa qo'ymaydiganligini bayqabdi. Shuning bilan baş müdür derhal qaror chiqarib
asli plan bo'yicha chet elga tarbiyalanishga avatiladigan xizmatchining ismlikini o'zgartib etibdi. Chunki bosh mudirning nazarida bundaq eng oddiy kundalik o'lchamlarga aniq rioya qila olmaydigan, hatto umumiy axloq qarashimi yo'q odamning ko'zga ko'ringan bir boshqaruvchi bo'lib chiqalishi, bir shirkatga yuksak darajada mas'ul bo'la olishi mumkin bo'lmaydigan ish ekan. Bir odamda mas'uliyat tuyg'usining bor yo'qligi cho'ng nahaq masalaları oldida emas, balki ko'p hollarda uşak ishlar ichida ayon bo'ladi. Bir kichik ishdimi mas'ul bo'lishni xohlamaydigan odam cho'ng ishlardagi mas'uliyatni qandoq ustiga ola oladi? Xizmatda ehtiyot qilmaydigan, ko'ngil qo'ymaydigan, bexud, beparvo xizmatchi xizmatni qandoqmi? Agar bir sestra ehtiyotsizlik qilib diabet kasali bemoriga glukoza suyuqligini esib qo'ysa, qandoq oqibat keltirib chiqaradi? Simon ishlab chiqaradigan bir ishchi mashg'ulotda beparvolik qilib, bir turkum o'lchamga yetmaydigan simon ishlab chiqargan bo'lsa, bir qurilish shirkati shu turkum simonni qurilish material qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o ishchining ehtiyotsizligining qanchalik ofat elib keladiganligini kim bilalaydi? Bir moliya xodimi pul provod qilganda bir hisobot nomerini xato yozib qo'ysa, shirkat qanchalik ziyon tortib ketadi? Her qandaq bir xo'jayin dono bo'ladi. Ular maosh olishni bilib, xizmatda mas'uliyatsizlik qiladigan xizmatchilarga toqat qilib turmaydi. Her qandaq bir xo'jayin dono bo'ladi. Ular maosh olishni bilib, xizmatda mas'uliyatsizlik qiladigan xizmatchilarga toqat qilib turmaydi. Shirkat bilan shirkat, korxona bilan korxona o'rtasida raqobat bag'ansiri keskin bo'layotganda, xizmatchilarning xizmatdagi azroq mas'uliyatsizligimi bütün shirkatni g'oyat zo'r ziyonga uchirdi. Bir kiyim-kechak fabrikasining bir kasbiy xodimi fabrikaga bir turkum qo'y terisi setib olganda to'xtamga her bir parça tira 4 kvadrat chidin cho'ngroq tatuqi barlari elinmaydi deb yozibdi. Bu yer diqqat qiladigan ish cho'ngroqdan keyin bir chekit qo'yish kerak edi. Bu chekit qo'yilmay qolg'achqa mal bilan ta'minlaguvchi savdogar mushu yo'chuqdan foydalanib hammasiga 4 kvadrat chidin kichik terilarni evatibdi. Mal buyurtquchi gacha kakri yevelib onun açık ekanligini kishilarga aytib berolmagandek bir ahvolda qoldi. Ziyon bakmu eg'ir bo'libdi. Mal buyruqchi gacha kakri yevelib onun açık ekanligini kishilarga aytib berolmagandek bir ahvolga qoldi. Ziyon bakmu eg'ir bo'libdi. San Francisco'daki bir savdogar Sacramento'daki bir savdogarga mal bahasini telegram orqali ma'lum qildi. 10,000 tonna arpa bor. Her tonnasi 400 Amerika dollaridan. Baha yuqorimi emasmi? Alamsiz, almamsiz. Sacramento'lik o savdogar javob telegrammasida aslida yo'q, bak yuqori o'tirdi peshbakan demakchi ekan. Ama telegramda bir chekit tushib qolg'achqa bu so'z ancha yuqori emas bo'lib qoldi. Natijada u savdogar biroqla necha 10,000 Amerika dollari ziyon tortibdi. Bexasta, o'rin, chechilango, yangirtak degan bu so'zlar dal xizmatdagi mas'uliyatsizlikning bir xil ifodasi. Ko'plagan mundaq kishilar xizmatdagi beparvoligi, bexastaligi sababidan xizmatidan ayrilib qoladi. Bir xizmatchi o'zi qilishga tegishli ishni chuqur sifatiga, soniga kapolatlik qilgan holda urilish kerak. Men qilmasam qiladiganlar bor deb o'ylamasligi. Mas'uliyatsizlik qilsam kishilar bilmay qoladi. Shirkat
mas'uliyetga birer qandaq ta'sir bo'lmaydi deb qolmaslik kerak. Mas'uliyetga amal qilgan vaqtingizda bir odamning odamlik xarakteri va axloqiga amal qilgan bo'lasiz. Esingizda chin tuting. Boshqalarning nazorati lozim bo'lmaydigan, qattiq shijoatlik, axloq xarakteri tüp-tüz kishilar dal dunyoni o'zgartiradigan kishilardir. Qadrli qarindoshlar, dastlabki bu 6-bobdagi mazmundan kasb maydoni ozroq mas'uliyatsizlikni sig'diramaydi degan mazmunni birlikda ko'rib o'tdik. Hamda hech qanday bahonam yo'q. Ya'ni no excuse degan bir kitap bo'ladigan, ash kitobni o'qib chiqishinglarni tavsiya qilgandim. Bekla nepiz kitap. Shu West Point'ninki maktabninki ahvollarini tushundirdi, qadrli qarindoshlar. Saatimiz 2'den 10 ötüptü. Yine vaktimiz neçilik boptu, qarab bakalım. 20 minut vaqt boptu. Hiç qandaq bahanem yok. Amerika'nın dağlıq g'arbcha harbiy maktablarida uzaq bo'lgan bir an'ana bor. O'rganish boshlig'i yoki ofitserlarning savol so'rashiga yo'liqqanda yangi o'quvchilar faqat 4 xil javobni berish kerak. Doklad boshliq shundoq. Doklad boshliq undaq emas. Doklad boshliq hech qanday bahonem yo'q. Doklad boshliq bilmayman. Bulardan boshqa bir so'zni ortiq deyishga bo'lmaydi. Yangi o'quvchilar bu xil tuzumni adil emas deb his qilishi mumkin. Masalan, ofitser sizdan tasmağını sürtüp pakiratqının muşu oldu mu? Deb so'rasa, siz elbette o'zingizni aqlashni umid qilasiz. Ammo siz yuqoriga 4 xil javoblarni bera olasiz. Boshqa tanlashingiz bo'lmaydi. Bu xil ahvolda siz balkim doklad boshliq undaq emas degan javobni bera olishingiz mumkin. Tok öçtü, tok ketdi, tok yeni keldi. Qadrli qarindoshlar. Tok ketib qoptu, lekin bu yine elib etibdi, qadrli qarindoshlar. İnternet üzülüp men kitapni o'qiveray, ovozga elib etibdi. Bulardan başqa bir so'zni ortiq deyishga bo'lmaydi.
Yeni o'quvchilar bu xil tuzumni adil emas deb hisoblashi mumkin. Masalan, ofitser bu xil ahvolda siz balkim doklad boshliq undaq emas degan javobni bera olishingiz mumkin. Agar ofitser yana nimishqa deb so'rab qolsa, birdan bir muvofiq javob faqatla doklad boshliq hech qanday bahonam yo'q bo'ladi. Bu yangi o'quvchilarni noodillikqa qandoq chidashni o'rganib olsin deganlik. Chunki odamning hayotida odillik mangu bo'lmaydi. Shundaqla yana bu yangi o'quvchilarni mas'uliyatni ustiga olish qoidasini o'rganib olsin deganlik. Hozir ular faqat harbiy maktabning o'quvchisi. O'rinlaydigan burchi kiyim-kechak, qiyofat jihatdagi talablarni o'rinlash. Ammo keyin ularning mas'ul bo'ldig'ini boshqalarning hayot mamoti bo'ladi. Shunlashqa hech qanday bahonasi bo'lmaydi. G'arbcha harbiy maktablardan chiqqan o'quvchilarning nurg'uni keyin ko'zi ko'ringan generallardan, savdo sohasidagi ajoyib ixtisoslardan bo'lib chiqdi. Buni hech qanday bahonam yo'qning to'pisi demay turolmaymiz. O'ziga va boshqalarga samimiy muomala qilish dono va aqliy harakat. Ba'zi chaqlarda bahona tepish uchun bosh qotirgandan ko'ra o'zigimi boshqalargami bilmaymanla deyish kerak. Bu samimiylikning, o'zigimi boshqalargami mas'ul bo'lganlikning ifodasi.